Assalomu alaykum Finally, o'rtoqlar. there was my stop. So I got off the bus and went to my friend. That was the day I realized I'd better listen to my parents, Metal o'yinimizni thinking it was all a joke they were just so worried about. As I was walking, I heard someone coming behind me. It was that guy on the bus. I made my move, but when I turned around again, unda ekranga yozuvdan boshlaymiz. Men bu doimiy ko'shib yurishlardan juda charchadim. Uyda qol deb qayta aytishardi ota-ona. Muammoni o'zing hal qil, meni aralashtirma deyishardi. Men nima qilishni o'zim hal qila oladigan darajaga katta edim. Erta tongda narsalarimni yig'ishtirdim-da, do'stimnikiga borish uchun avtobusga chiqdim. Shu payt bir g'alati odam menga tikilib, jilmayib qarab turardi. Nihoyat bekatim keldi. Men tushdim va do'stim tomon yo'l oldim. O'sha kuni ota-onalarim gapiga quloq solishim kerakligini angladim. Ularning xavotiri bekorga emas ekan. Men esa buni hazil deb o'ylagandim. Yurib ketayotganimda orqamdan kimdir kelayotganini sezdim. Bu avtobusdagi o'sha odam edi. Tez yurib ketdim. Yana orqamga qaraganimda esa u yo'qolib qolgandi. Biroz tislangach, ortga bir qadam tashladim. Shu zahoti u eski uyning burchagidan chiqib kelib, og'zimga mata bosdi va men darhol hushimni yo'qotdim. Eski yerto'lada uyg'ondim. Qanday chiqib ketishni bilmay yig'lay boshladim. Qani unda o'rtoqlar, let's go. Sizlarga maroqli tomoqcha, menga esa omad. Mana shu reklamasi jonga tegadi. Lekin esingizlardan chiqarmanglar, o'yin mutlaqo bepul. Play Market'ga malay yuklab olsanglar bo'ladi. Bana o'tib chiqqan joyimiz. Birinchi qismdagi. Va buni ochamiz. Xotir olma, men senga yordam berish uchun shu yerdaman. Yaxshi unday bo'lsa. U hozir qayerda? U yuqoriga chiqib ketdi. Mayli, seni bu yerdan chiqarishga harakat qilaman. Ismi nima edi? Adel, qalaysan? Yaxshimisan? Nima ahvol qildi seni bu? Hozir buni bosmayman. Buni bosadigan bo'lsam, Adelni zaharlashim mumkin. Lampochka menimcha foydasi yonmaydi. Bu qulf ekan. Las ketyapti. Bu nima ekan? Allanati. Bu shovqin nimasi o'zi? Siz tezga qayergadir yashirishingiz kerak. Eshik ortiga o'tiring. Bu shovqin nima edi? Kechirasiz, men tasodifan quvurga suyanib yubordim, kuydim. Adashmasam, men qayerda ko'rdim, mana shu orqasidan kelsangiz, mana shu yerga kirib olsangiz, sizni ko'rmaydi deyishgan. O'tirasiz dedi. Da, to'g'ri aytibdi o'rtoqlar. Tayyorlaymiz. Ketdi. Bu nima ekan? Changa horsi. No, yo'q. Bu nima? Yo'q, ovqatiga tegmaymiz. O'zi o'tgan gal kolbasasini yeb qo'yib, kalta yeganim esimda. Hozir soat deb, soat orqaga qaytarish deyapti. Harta orqasida 100% nimadir bor demoqchidim, lekin yo, bu bizga hali parol kerak bo'ladi. Nima bor hali demaydi, nima bor? Muz, sut bor. Yo'da nima bor? Sham bor. Eritib xullas buni ham olar ekanmiz. Avvalgi qismda nimadir olgandek eslasanglar. Adashmasam 2-qismda, 3-qismda. Mana bu yerda nima bor? Menga shunaqa ko'rinyaptimi yo? Tak. Bu yerda hech narsa yo'q menimcha. Da.
Bu yopiq, bunga menimcha kalt kerak deyapti. Bu yerda shu. Bu nima? Prosta bo'yalgan shekilli. Buni ochib ko'ramiz. Bitta narsa yo'q. Buni supurib olish uchun deyaptimi? Xullas shunga o'xshash narsa deyapti. Buni avvalgi qismga o'xshab chaqirishsa kerak, hozir chaqirsa menimcha bu bo'laman bitta 24 volt chaqirishamiz, adashmasam. Bizga xullas nima kerak? Bu hech narsa yo'q. Bitta yaxshi bitta ko'raylik. O'rtoqlar kalt topa olmadim, bu yoqda izladim, bu yoqda izladim. Oxiri Muhammadga qarasam, Muhammad turgan ekan kalt. Buniki emas, adashmasam buniki bo'lishi kerak. Yes. Bu yoqda svitlarni o'chirdik. Bu yoqda chala narsalarimiz qolmadi. Da. Buni oldik. Mana deyildi o'zi. Parolni bilasanmi deyapti. Yo'q. I believe the only person who knows it is Yo'q, that psycho. buni faqatgina psix biladi deyapti. Seems like I've got a plan. What plan? Later, firstly, I have to find the respirator. Okay, fine. To'xta, bir ochib qo'y, yozmay chiqishim yo'q. Yo'q, bu yoq yopiq. Uy, ozgina qoldi. Mametga nima uchun latta ketdi? Nimadir sabab bu kerakdir menimcha. Bu so'z hojatxonaga ishlatiladi hozir. Mametda nimadir olinadimi ekan? Olinmadi. Tak. Rishak topdik. Bu yerda hech narsa yo'q. Bu avvalgi qismdan olib ketganman bu yerdagina. Suv chiqmaydi. Buni o'chiramiz, buni yopamiz. Endi nima qilamiz? Bu yoqda ishimiz adashmasam tugadi. Mana bu yerda nimadir bormi ekan? Voy, mana buni o'chirish esdan chiqib ketdi. Bizni topa olmasligi mumkin, lekin Adelda qiynaydi. Adelda adashmasam 3 ta jon bor. Mana bilmadim. Lekin men bu narsani YouTube'da ko'rib qoldim. Xullas hozir bunday qilamiz. Mana eshik ochamiz. Endi Adel bab qiynalar ekan-ku. Ichaydi bu yoqqa qo'yar ekanmiz. Buni bo'lar ekan, shovqin eshitib qo'yar ekan. Buni olib qo'yar ekanmiz. Ko'chamiz. Bu anoni olar ekanda, xullas o'sha yerdan yopar ekan. Biz sira chiqib turib kulislarda olishimiz kerak. Umuman ochilmas ekan, xullas uni kaliti yo'q ekan. Sozlashdan o'sha yerga borar ekan. Mana kirishi bilan biz kulishni olishimiz kerak ekan. Yes. Tozalar ekan. Xullas urchak o'zimizda qolar ekan. Shu ish ko'rganim bo'yicha. Yaxshi. Bu kalt endi qaysiniki? Menimcha bu o'zining xonasiniki bo'lishi kerak. Bu yopildi. Yes. Bu temsil borgan, hushyor bo'lamiz. Bu nima? Baliq bor ekan, 17 ta bo'libdi. Bu nima uchun? Bo'ylov deyapti. Mana bitta alohida metga qilib, menimcha bizga pichoq kerak bo'ladi. O, choynak oldik. Choynakka menimcha so'p kelsa kerak. Bitta bir to'la suv olaylik-da.
Nima deyapti? No water deyapti. Demak, water yo'q. Bu boshqa ekan. Bu yo'lda ko'rdik. Bu yo'lda hech narsamiz yo'q. Open deyapti. Mana bu 3 ta rang nima ekan? Menimcha shu ranglar orasida nima bo'lsa kerak, son bo'lsa kerak, hozir ko'ramiz. Tak. Qizil, ko'k, qora adashmasam to'g'rimi? Mana bu yerda ko'k bor yozib. Shu to'xta. 5, to'g'rimi? Boya nimani ko'rdik aytgancha, hozir bir daqiqa. Davay. Qayerdadir ko'rdim-ku. Mana bu yerda. Da 9, 5, 9. O'rtadagi necha ekan, Yoni ana random qilamiz. Qaranglar. 5, 2, 9. 5, 1, 9. 5, 3, 9. 5, 4, 9. 5, 6, 9. 5, 7, 9. 5, 8, 9 meni. 5, 8, 9. 5, 0, 9. Nima u bunday dedi? Mayli, bo'lmasa agar bunaqa bo'lmaydigan bo'lsa, yashil rang topib ko'ramiz. Choynakni budag'aya olamiz. Mana bu yerda qordammikan yo'q? Yo'q, bu yerda emas. Da o'rtalab va nihoyat topdim. 4, 5, 9 ekan. Chekni oldik. Tak, endi burada yapamiz. Sekretamiz. Adashmasam bu yerda hech narsa qolmadi. Menga bitta narsa qiziq bo'ldi hozir. Bu yerda nega suv kemadi degan narsa. No water deyapti-da. Suv yo'q deyapti. Choynakni qo'ysak ham bo'lmaydi, lekin teshigini yopdik nimadir sabab. Ili biz suvni olib kelamiz avval. Tak, bo'lmasa buni bunday qilamiz. Richakning mushligini hozir qilamiz. Richak hali berib yo'qcha bo'lmas ekan. Endi shoshmaymiz. Ya buniki-ku. Yo'q, buniki emas. Xullas, o'rtolaman. Bu yoqqa yurdim. Hali narsa bor ekan. Bu yerda ochasizlar. E'tibor bersanglar, mana bu yerda siniq oyna turibdi-yu. Mana bu narsa olinar ekan. Shu yergacha 20 minut vaqtim ketdi. Shunday alam ketdi. Endi bu oyna bilan mana buni nima qilasizlar? Ta'mirni kesasizlar. Bundan kalt oldik. Buni yopib qo'yamiz. Buni tinchgina. Qo'rqib ketdim. Buni yoptiramiz. Buni suytini o'chiramiz. Buni ham yopamiz. Endi qayerga kalt kerak edi? Yo'q, bu yoqmas. Bu yoqda kalt adashmasam. Yes. Adashmasam shu yerdan biz suv olamiz. Suv oldik. Buni yopamiz. Taxminan ko'rasizlar. Ayqin kuchli. Endi bu marazli uyga kiramiz.
Qayerayotganimizga joyiga qo'yamiz adashmasam. Bu tez. Qayerga kiradim? Ozgina qoldi. Yuragim. Nega yoqqa kirdi? Ishqilib chala joylar bo'lmasin-da. Something's wrong here. Ishdan beri. Tak, endi nima qilamiz o'rtoqlar? Qaranglar. Mana narsa bekorga emas edi bizga, to'g'ri? Mana bular o'tdik. Shamni olamiz. Endi tak. Yo'da nima bor ekan? Endi bizda sham bor. Tak, shamni bu yoqqa yoqsa bo'ladimi? Yo'q. Yana uni isqirt uyga kirar ekanmiz. Qayerda edi? Marazda. Tak, qopqonni ochar bo'lamiz. Buni ochamiz. Tak, sham yondi. Ana, endi nima qilasizlar, bilasizlarmi? Agarda oldindan o'ylab topgan bo'lsanglar, nima qilishinglarni men bilaman. Buni bunday yopamiz, har ehtimolga qarshi. Qayerda edi? Mana bu yerda edi. Buni bunday ochamiz. Yopamiz. Shvabrani olamiz. Lekin buni shunday sotib o'chamiz. Shvabra bizga nima uchun kerak desanglar, bilmayman o'rtoqlar. Lekin shvabra shunisini bilamanki, bizga kerak. Bekorga bermadi demoqchi edim. Yo'q, bu o'zi shunday turar ekan. Tusharkan nimadir bizga. Yo'q, shvabra o'zi shunday turar ekan. Ulas o'rtoqlar, Mehmetni bu yoqqa yurdim, Marazi uyiga ham kirdim. Birinchi tushgan joyimizga ham bordim. Xullas hech qayerda shvabraga ishlatadigan joyi yo'q ekan, faqatgina bir narsa bor ekan. Mana bu yerda maraz. Biz ko'rmay qopmiz. Lekin hozir buni oladigan bo'lsak, tushish ehtimoli bor. Keyin tushib sinadi, ana dovdir ovozini eshitadi, lekin bizda ana uni ham qilishimiz kerak bir narsa. Shvabrani joyiga qo'yishimiz kerakmi yoki yo'q? Bor ekan, qo'yishimiz kerak ekan. Bunda qaranglar. Hozir tirs olamiz. Bizga hech narsa kerak emas. Tez shvabrani qo'yamiz. Buni qilamiz, buni o'chiramiz. Bo'ldi, kiramiz. Malades. Sanjar sen zo'rsa eshik yopib degan umiddaman. Bo'lsa hammasi bizda emas, Adelga bechoraga qiyin bo'ladi. Well, wait a second. Wow. Something's wrong here. Nimadir bo'ldi. You thought I wouldn't notice? Voy, bechora Adelni qiynadi. Biz nimadir olishimiz kerak edimi deymanda. Don't ever even think to play with me! O'rtoqlar, qayerda xato qildim? Xato qilganim mana dovdir tushirgan narsamni nega olmadim? Olishim kerak edi. Olmasdi-yu buni. Mana bu narsani voy ahmoq, Metel, kechir meni. Men atayin qilganim yo'q. Mana, ko'rdinglar? To'r. Ana, tavakkal topganimiz ham yaxshi, endi aniq bilib olganimiz ham yaxshi. Endi nima qilamiz? Bu bilan adashmasam, ular spisk nima deyapti? Buni
ochmaydi 100%. Bizda nima bor edi shunga ochilmagan narsa? Tak, endi bu narsa bilan hammasi yopiqmi bizda? Buni o'chirganmiz. Bizga ochamiz. Tak. Hozir bu yoqqa sekin chiqamiz, eshikni yopamiz. Bizga bilasizlar, bu kalt nima uchun kerak? Buni eshik ochamiz. Mana bu narsa. Bu nima? Buyurib. Tak, buni tak, Adel. Buni nima qilish kerak? Yo'q, shunaqa qilish kerak. To'g'ri. Juda ko'p gapirding, rahmat. Mayli, xo'p. Tushundim seni. Rahmat e'tibor uchun. Tak, o'zimiz bu turba bilan nima qilasiz? Choyni bekor bizga kerak emas, to'g'rimi? Tak, hozir bunday qilamiz. Mana bu yerda och. Boya suvni chiqara olmadik, adashmasam, to'g'rimi? Yo'q, unga emas. Eritishimiz kerak ekan. Bugun yordam berdi. Xo'p, endi nima o'zgardi? Nima o'zgardi bu yerda hozir? Bu nima bu? To'xta, men buni rasmga olmasam, hozir men tushunmay qolaman lekin. Hozir. Rasmga oldik. Qaranglar, eslab qolamiz. Endi rasmga oldik, qani xotirani ishlab ko'ramiz. Tak. Bo'ldi. Qara. O'zbekchalab aytaylik, chiziqcha, nuqta, nuqta. Eslab qoldik. Tak, chiziqcha, nuqta, nuqta. O, malades. Xotirangiz zo'r sancha. Suvni ketkizib yubordik, to'g'rimi? Bo'ldi, bu yoqda ishimiz bitta. Adashmasam bu narsani vazifasi sitni o'chiraylik. Eshik qulflaylik. Bizga mana bu yerda bo'lsa kerak. Yana bilmadim, taxminim bo'yicha. Parol. To'xta, bo'ldi, tushundim. Qaranglar. Qanaqa edi? Chiziqcha, nuqta, adashmasam. Yo'q, qanaqa qiladi uni? Ili bunaqamikan bosib turamiz. Qaranglar, 1 2 3 ketdi. Chiziqcha, nuqta, chiziqcha, nuqta, chiziqcha, nuqta. Wow! Wow! Gap yo'q. Nima bo'la bu? Nega olmayapti bizda? Tak, o'rtoqlar, buni bu nima deyapti-da, xullas, men bu Adil debman. Xullas qizga gaz qiladi-ku bu. Maras. Bu taqvo olish kerak. Lekin qanday qilib? Ag'am menga hozir qiziqda, bu bizda nima kerak bor? Richakni bildim. To'xta, richak vazifasi bu yoqda. Bu mana kim ekan? Hozir misol uchun buni qanaqa turibdi?
Hozir bu turibdi. Hozir biz raqamni, misol tariqasida raqamni bilan aniq qilishimiz kerakmikan degan savol ham bor-da. Nechida buni 24 qilishimiz uchun biz orqaga qaytarishimiz kerak. Biz hozir to'xtab turaman, topib kelaman. Hozir qaranglar, men buni 24 voltga qildim. Tak, endi men buni hozir ko'taraman. Bu chiqadi. Buni bu yoqqa qo'yaman. Keyin liftni yana tushirib yuboraman. Buni joy-joyiga qaytarib, sirazi ichga kirishim kerak. Uy. Ketdi. Давай. Voy, молодец, o'zimga молодец. Wow, dahshat bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Well, wait a second. Voy, bu yerda nimadir qoldiruvmidim? Something's wrong here. Goddamn imagination. Bo'ldi, hammasi joyida. Молодец. Молодец, Sanjar. Chiqib ketdi. Endi buni olamiz. Menimcha buni olsak kerak. Yes. Endi buni bunday qilamiz. Adashmasam buni bunday qilamizda. Buni beramiz. Here's a respirator. Keep it ready, but I don't want to lock the cycle in your room. Nice plan, though. Xullas bu aytayapti, hozir buni sen xullas men hozir ana maxluqni, ya'ni psixni chaqiradi, bu ichga kiradi. Sen temperatur gaz taqib olasan, men buni zaharlayman, shunda qochib ketamiz deyapti. Lekin eng muhim joyi menda hozir. Lekin ham bor o'rtoqlar. Qaranglar, hozir bunday kelamiz, misol uchun. Ochib. Tuzoqqa xushyor bo'lish kerak. Eng muhim narsa mana shu tuzoq. Meni ana bu yo'ldan to'xtab qoladigan. Buni yopamiz. Qaranglar, hozir buni ochamiz. To'xta, birinchi. Tasavvur qiling, hozir keldim, ana buni urish uchun keladi-da. Boya birinchi boshda urdi-ku. Urish uchun kirdi, deylik. Bu yoqdan eshikni yopamiz, bu yoqdan sirazi gazni bosamiz. Hozir bu yoqdan chiqadi, lekin bu kalt eshik ochiq turmaydi. Bu biz undan kaltni ham olishimiz kerak. Xullas, mana ovqatini yeb qo'yaylik. Bu ichga urish uchun ichga kiradi. Bu svitni ham yoqib qo'yaylik, mayli. Tak. Qaranglar bo'lsa, xullas ketdi. Eshik topamiz. Bo'ldi. Kut. Hamma narsaga hushyor bo'l faqat. Tuzoqqa. Avilyoniga oz kiradi. Davay. Urush uchun kiradi. Eshikni yopaman. Bo'ldi, keldi. Faqat hushyor bo'l, ushlab qolmaslik kerak. Eshikni ochadi. Don't do that, please. Did you really think I wanted this? I've done nothing. Oh, you bastard! Onang nimaga? Nega shoshdim, o'tirib borsam bo'lardi-ku. Asablarim buzilib ketishib kelgancha. Oxirgi shansim. Faqat bu safar shoshma Sanjar, shoshmaydi. So it's time to end this. Shoshma Sanjar. Kirgandan keyin o'tirib bor faqat. Turib borish kerak emas ekan. Don't do that, please. Did you really think I wanted this? I've done nothing. Oh, you bastard!
Alaykum assalom. Bu qaysi? Vola. You bitch! Tezroq. Ko'tar. Uddaladik. Nihoyat. Voy, asablarim. Ey xudoyim. Qanchalar xursandman. 12 minutga ishomaylar, kamida 1,5 soat vaqtim ketdi. Buni Joker degan o'yini ham bor o'rtoqlar. Qani ko'ramiz. O'ynab ko'rishimiz mumkin. Xursandman. 5-qism ham chiqsa kerak, agarda bo'lsa 5-qism. Bo'lmasa, bu o'yin shu bilan tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat kattakon. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Yu Sanjar.